يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Fikri hujum qilg'uchiga javob qaytarishning eng yaxshi yo'li. Fikringiz birovning ko'ngliga yoqmaganda, sizga hujum qilgan yoki qarshi turgan kishiga javob qaytarishning eng yaxshi yo'li qaysi? Hammamiz boshqalarning hujumiga uchrab turamiz. İnsanning nom-obro'yi va ta'sir doirasi oshgan sari uning dushmanlari ko'paydi. Masalan, Ja'far Sodiq, Imom Shafiyga o'xshash pishib yetilgan katta taqvodor olimlarmi boshqalarning hujumiga duch kelgan. Undaqda hujum qilg'uvchilarga javob qaytarishning eng muvofiq yo'li qaysi? Albatta, kallamizga damonliqqa keldigini, ularning hujumini bilmaslik selish, ular bilan teng bo'lmaslik. Ko'pincha holatlarda mushundaq qilish intayin to'g'ri bo'ladi. Bu Allohning va a'ridu anil jahilin, nadallar bilan teng bo'lmag'in degan so'ziga uyg'un bir harakat. Mana bu jahillarga javob qaytarishdagi umumiy qonuniyat. Ammo tuvandagi 3 xil holat bu qonuniyatdan mustasno bo'lib, bu holatlarda javob qaytarish zarur bo'ladi. Birinchi holat: hujum qilgan shaxsning jamiyatdagi ta'siri bek cho'ng bo'lsa. Masalan, katta diniy yoki fanniy olim bo'lsa, yoki kuchlik tashviqot vositasiga ega kishi bo'lsa, yoki jamiyatdagi o'rni bek cho'ng kishi bo'lsa. Bu xil holatlarda uning qilgan hujumining ta'siri bek cho'ng bo'ladi. Shunglashqa bu xil holatda uning radiya berish kerak. Ikkinchi holat: agar hujum fitna ig'vo taqtidigan bir iflos insondan sodir bo'lgan bo'lsa, undaq sapsatlarga darhol radiya berish kerak. Chunki agar boshdalar o'jiqtirmaganda asossiz tuhmatlar jamiyatga tarqab ta'sir yaxshi bo'lmaydi. Masalan, bir kishi men hech qanday bankaga pul qo'ymagan ahvolda mening ma'lum bankada 10 million dollar pulim bor ekanligini so'zlab yursa, bu holatda bundaq yolg'on so'z-so'chaklar mening jamiyatdagi o'rnimga ig'ir ta'sir ko'rsatadi. Uncha ko'p pulning kelish manbasi haqida kishilarning xayoliga har xil o'ylar keladi. Shunglashqa bundaq holatda darhol radiya berib, undaq pulning yo'qligini jakarlash kerak bo'ladi. Bundaq so'z-so'chaklarga boshlar radiya berib, jamiyatga keng tarqab ketishning oldini olish intayin oqilonalik bo'ladi. Uchinchi holat: agar hujum ma'lum bir diniy jamoat yoki liberalizmchilar va yoki axborotchilar tomonidan birli vaqtda planli holat sodir bo'lgan bo'lsa, bundaq bir to'p guruh tomonidan planlangan hujumning ko'p kishilar tomonidan tarqalganligi sababidan kishilarning ishonib qilish ehtimolligi yuqori. Shunglashqa bundaq holatda sukut qilib turishga bo'lmaydi. Darhol radiya berish kerak. Chunki kishilar cho'qim bir masala bo'lishi mumkin, shamol chiqmas daraxtlanishmaydi deyishi va ularning sonining ko'p bo'lganligi uchun ishonib qilishi mumkin. Yuqorqidaq ahvollarga yo'liqqanda qanday radiya berish kerak? Agar boshqalarning hujumi yuqoridagi holatlarda sodir bo'lsa, butun hujumga faqat bir qatimla radiya berish kerak. Ammo bu radiya keng doirlik, mukammal, tafsiliy, dalil isbotlari to'liq bo'lish kerak. Hujumchilarning har biriga ayrim radiya berishga bo'lmaydi. Balki ularning barliq hujumlarga bir qatimda javob berib, keng ko'lamda tarqatish kerak. Agar hujum qaytlansa, yana o'xshash radiya bilan javob berish kerak. Yangi radiya berishning hojati yo'q. Ular bilan mashg'ul bo'lishning hojati texmi yo'q. Ba'zilar Yusuf Qarzoviga kishilar bir qism kitoblarda sizga hujum qilibdi. Biz sizning ularga radiya berganingizni ko'rmadik-ku deganda, undaq emas. Men ularga radiya berdim deb javob bergan. Ular biz ko'rmadik-ku, qani u radiya deganda, yangi kitobni ko'rsizlar deb javob bergan. Oxirida deydiganlarim, dushmanlarimizga berdigan eng cho'ng radiyimiz utuq qozonishimiz bo'lsin. والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك
والملك لا شريك له.